Bilaman qizlar, sizlar sevasizlar advent kalendar ochadigan videolarimni. Bu safar Shiglimnikini ochamiz. Shiglim Advent Calendar 2024. Ya'ni 2024-yilli advent kalendari. Hozir. Voy, juda ham og'ir. Qaranglar bilasanligini. Voy, yomon og'ir lekin bor. Qizlar ichida ham necha kunlik ekan bu? Hozir ko'ramiz. Paka bilmayman. Qaranglar, yaqindan ko'rsatay sizlarga buni. Mana bunaqangi korobkada. Hozir ochamiz. Ochilar ekan. Taram! Buncha advent kalendar ochish zo'r. 12 tami bo'tdi, nechta? Da, 12 kunlik advent kalendar. Yana bitta anaqa jo'r bormi bo'tdi? Давайте просто рандомно ochib tashlaymiz. Tegida mamtida nimadir bor. Hamma o'qiydi-chi nima ekan bu yerda? Bu yerda kartochkalar. Da, qaranglar, har xil anaqa pожеланиялар bilan postcard, anaqa открыткалар. Qani ketdi, ochamiz. Birinchi. Are you kidding me? Advent kalendarlarda bilasizlar, kichkina bitta narsa chiqadi. Buni birinchisida sразу 1, 2, 3, 4 ta narsa. Biz yaxshi ko'ramiz bunaqa narsalarni, girls. Qani nima ekan? Bu yoqda Lip Dazzle Lip Gloss, lab uchun balzam, blesk shunaqa, qani? Oddiy mana bunaqa prozrachniy. Men tushundim bu nima. Men buni reklamada ko'rdim. Mana buni ustidan qilasizlar, qizlar. Bu shunaqangi kley. Kley ustidan mana bu yaltironni yopishtirib chiqish kerak. Hozir. Короче, yopishtirish kerak. Men hozir yaltiroq yopishtirmayman labimga. Da, mana yopishqoq. Mana bu yaltironni yopishtirasizlar, o'shanda новогодний такой anaqasilarga bo'ladi, yengilga. Bu nima? Bu anaqasi bo'lsa kerak, da. Kontur. Labga birinchi kontur chizib olamiz. Mana bu kleyini qilamiz, ustidan mana bu yaltironni yopishtirib chiqamiz, o'shanda yaltillagan narsa bo'ladi. Hozir qilmayman, qizlar, menga kerak emas yaltiroq. Voy, labim yopishadi. Olib tashlaylik buni. No, yangi yilga makiyajga qilsa bo'ladi. Ikkini ochamiz. Yo, bular prям prikol qilyaptimi? Полноразмерный produkt. Advent kalendarlarda yana aytib o'taman, kichkina versiyasi bo'ladi produktlarning. Bu yoqda prям целый produkt. Wow, bu yangi primer, ani yopishqoq primeri yangisi chiqqan, mana shunaqa fioletovysi. Menda buni yashili bor, bilasizlar. Hozir mana fioletovysi. Bu, kстати, AHA kislotasi bor. Значит, bu har xil yuzida ugrilari bor odamlarga zo'r to'g'ri keladi bu. Wow, so far I am so freaking happy. Tak, uchinchisini ochamiz. Uchinchi kun. Bu nima? Uchinchi kun mana bunaqangi shimmerniy оттенок hozir sizlarga bitta yurg'izib yuboray buni. Ko'zga Da, yangi yil prям ko'zga buni yaltillashini qaranglar. Anu korechneviy qilib, mana jigarrang qilib ichiga bundoq yaltilloq qiladi-yu. Mana shu narsalar. Mana yaltillashini qaranglar. Qo'lda yaltillashini qaranglar. Chotka. Bu ham полноразмерный, qaranglar, butun produkt. 4-kun. Qani? Voy, boyagini boshqacha rangi, oppoq rangi. Haligi yaltiroq, mana bunaqangi korechneviy, bu oppog'i. Mamutlarga sursanglar, prям zo'rga kosmosdan yaltillaydi. 5, mana 5. 5 ochamiz. No way. Men bu narsani, maholiga arangda. Men bu narsani o'zimga zakaz qilmoqchi edim. Bu shunaqa rumyana. Bu oddiy rumyana emas, mana bu kremli rumyana, mana bu quruq rumyana. Esinglardami, Patrikda rumyanalar chiqazdi, почти где-то $40 yaqin Patrikdaniki. Xuddi o'shanga o'xshagan Shiglim ham chiqazgan. Ko'rdinglar, birinchi yog'ligini surib olasizlar, ustidan quruqni surasizlar. Xullas, buni anaqasini qaranglar, upakovkasini. Stunning. Opanglarni bilasizlar, hamma narsani surib o'zida ko'rsatib beradi, keyinroq faqat. Tak, 5 ochdikmi? 6 значит. 6. Mana. Rumyana, Shiglim rumyanalari bilasizlar, eng xadavoy rangimi, yana? Hot topic degan rangi ekan, da. Menda Shiglim rumyanalari tiqilyapti, buni sovg'alarga jo'natib yuboraman. Tak, 7 mana.
Girls. Girl. Labga balzam, наверное. Strawberry milk. Qani labga balzam menga kerak. Voy, buni applikatorini qaranglar, chiroyliligini. Mana qaranglar, mashinamga solib qo'yaman, qizlar. Qani ketdi, surib ko'ramiz. Hozir mana prям сейчас surib ko'ramiz. Ayranli ekan bu. I kind of like it. Rangi juda chiroyli. Bilasanmi? Мороженое, bilasanmi qanaqa мороженое? Клубничное мороженое hidi. Buni kачествосini Lanesh doda anaqa deb yurardim, har doim. Блесканеч, короче, tushundinglar. Koreyskiy Lanesh bor-ku labga, eng zo'ri deb o'ylardim. Menmi Laneshdan o'tib tushdi. Lanesh qolib ketdi. 8 mamyoda. Qani yana полный размерный produkt. Shiglim, hamma lyuks brendlarni ortda qoldirdinglar-yu. Paletkami, qizlar? Da. Paletka. Qaranglar buni. Вообще, doda. Nyudiveraylar paletkasi ekan. Menda bunaqa narsam tiqilyotibdi, o'shaning uchun bularni hammasini sizlarga sovg'alarga jo'nataveraman, qizlar. Hozir qaysini ochdik? 10 ni ochuvdik, endi 11. Da. Tak, 11. Bu nima? Labga balzammi? Bleskmi? Shunaqa yaltiroq, balkim labga ko'z... bu highlighterga o'xshab. Qani? Da, highlightermi bu? Hozir o'qiymiz. Labga ekan. Labga mana bunaqangi yaltillatib turadi. Okay, bu yerni hozir ochib bo'ldikmi? Qaysin 11, 12 ni ochamiz. Oxirgisi qopdimi? Voy, 10 qolib ketdi-ku. 10. Voy, qizlar, qanaqa qilib ochyapman? No, legendarniy pudrasi menda bor, bu pudra, bu ham sovg'alarga ketadi. Men hammasini ochib bo'ldimmi? Da. Tak, 9 ochmamiz. Voy, qatga sakrab ketdim. Что-то новенькое. Qizlar. Hozir. Mana qanaqa qilib. Bu nima? Shiglim hair? Bu kim sochini anaqangi uchujoklarda выпрямлять qilsa sochiga suradigan yog' ekan. Buni ishlatib ko'raman, точно. Vau, buni hidini. Buncha zo'r buni hidi. Soch uchun yog', buni qaranglar, buji. Bunaqa produkti saytida yo'q Shiglim, faqat advent kalendarida bor. Va oxirgi 12 Check. Nimadir dumaloq. Bu highlighter, ana rozovый highlighter. Menda shuni oppog'i bor edi, berib yubordim. Rozovisi. Bunaqangi. Buni o'zimga olib qolaman, bu kerak menga. Tak, qizlar, bu yerda hamma narsani ochib bo'ldim, lekin instruksiyasida Shiglimdan yana sovg'a bor ekan. Bonus mammitida. Girls. Shiglim, are you kidding me? Muncha shedrilik qilibdi Shiglim bu yil. Nima bor ekan bizda? Sovg'aga mamnaqangi bejik, buni anaqa chimadanilarga osib qo'ysanglar ham bo'ladi. Yoki kimga bejik kerak bo'lsa, bilmayman, O'zbekistonda bir xil organizatsiyalarga bejik bilan kiradi-ku, o'shanga mamnaqangi case. Va mamnaqangi asalligini buni qaranglar. Zapisная knижка, bloknotcha. Jiyanim Amira mazza qiladi. Men bu advent kalendarni ochib mazza qildim, qizlar. Korobkasini ham prям boplab tashagan, prям boplagan. Zo'r. Menga yoqdi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar, qizlar?